bu qabr shu joyda yotgan o'tgan ajdodlarimizdan bo'lgan, bir shuhadolardan bo'lgan bir shahidning qabrlari ekan. 1955-yil narigi tomonidan qabr kovlanganda ochilib ketib qolgan. Ochilib ketib qolganda ko'rsa bu zot o'sha jasad o'shandoq qonlar bilan yotgan bo'lganlar. Keyin bu narsa bizga shu biz ham bir narsaga bir harakat qilib, har bir narsaga bir aniqlik kiritaylik degan narsa bir o'nlab qolsa shu tinchlik bermaydi qalbga. Bir 2 oy bo'ldi, mana shu hozir ko'rib turgan mana bu tuproq shu joydan oyoq tomonlaridan shu ikkita o'zimizga bolalar yaxshi ahli Qur'on bolalarni olib shu kovladik. Kovlab oxiri qabrga tushdik. U zotni oyoqlarini ochdik, oyoqlari shunday yotibdi. Jasadda narigi tomondan ozgina loyqa bosib qolgan. Xo'p, endi bir ajoyib bir mo'jiza, Allohning marhamati, qabrni ichiga mushku ambarga hidiga to'la yotibdi. Shuni mana shu joyda bir 3-4 kishi hamma bo'ldi. Hatto unga kirgan bolamizni kiyimiga urib qolgan hid masjidda, jamoatda hammaga bilindi, hattoki o'zimizga ham. Biror shu Baytullohlarga borib, boshqa bo'lib, birorta bir hidlamagan muattar bo'y mana shu zotni qabrlardan kechyapti. Qalbimiz taskin topdi.